men o'sha butun umrlik planlarni qilib chiqqandim-da. Keyin o'shalarni yillagan bo'lgandim o'sha planlarni. Keyin 5 yillikka ham, 1 yillikka ham, oylikka ham, haftalikka ham, kunlikka ham bo'lib chiqqanman-da. Ba'zi birlari to'g'ri zo'r o'zimiz kutgandan ko'proq bo'ladi, lekin ba'zi birlari bo'lmaganiga ancha demotivatsiya ham bo'lib qolamiz-da. O'sha paytda qanaqa yo'l tutishimiz kerak? Harakat qildingizmi? Xudo bermadimi? Buni hikmati bor, bo'ldi. Buni hikmati bor. Demak, hech qanaqa yo'l bor. Boshqa ish narsa qilish kerak shunaqa. Yo'q, harakat qilmagan bo'lasiz. Maksimal harakat qilib agar natija bo'lmagan bo'lsa, buni hikmati bo'ladi. Bo'ldi. Yaxshilikka yo'yib ketavering. Rahmat. Ikkita yo'l bor-da, yo rostdan natijaga yarasha loyiq harakat qilmagan bo'lasiz. Rostdan harakat qilyapsiz. Xudo bermadimi, demak. Balki o'ylayotgan qanaqadir ustoz kerakmi yoki o'shalar qanaqadir? Hali ustoz harakat qilyaptilaring. Voy, mayli, o'tirib turing. Men bu yerda o'zi hammani ustoz bor deb o'ylabman. Qarang, hayotda ikki xil ustoz bo'ladi. Birinchisi professional, o'sha sizni kasbiy ustozingiz, kasbni yorib tashlaydigan. Ikkinchisi hayotda doimiy ravishda maslahat so'rab turadigan ustozingiz. Ikkalasi ham bo'lsin, ikkalasini bersa hech qilmang, doim xizmatni qiling. Rozi qilib turing, duosini olib turing, ishingiz o'xshab ketaveradi. Harakat qilishingiz ham shart emas o'zi aslida. Shu. Endi ustoz nima uchun kerak? Ustoz mana bunday narsada yurilgan mana shu yo'l bo'lsa, trayektoriya, proyeksiya bir narsa degan narsa bormi? Ko'chish deydimi? A tochkadan B tochkaga o'zi tushgan tub arigalarga, jarliqlarga, yamallarga tushmasligingiz uchun oson yo'l ko'rsatadi. Verona egasi ustoz shogirdga an'anaga sal yomon ko'rar ekan dedi. Keyin bir akam savol berdi. Sen mana shu pozitsiyaga, shu maqomga qanchada erishding desa, 14 yil dedi. Bitta odam senga shogird tushsa, yoningda yursa, hamma xizmating qilib shu sir-asror o'rgatsang, seni o'rningga qanchaga erishadi? 2 yilda dedi. O'zing aytib tursan, ustoz foydasi borligini dedi. Shuning uchun ham kerak ustoz. Ustozingiz bo'lsa inshaalloh, duo qilib tursa, shunaqangi o'sasiz. Biz juda ko'p tajribadan o'tkazganmiz. Odamlar 6 yil, 7 yilda yeta olmagan joyga 40 kunda o'tib ketganmiz biz. Endi masalan spikerlardan yoki coachlardan yoki rus spikerlardan o'qiymiz. Ular endi baribir qanaqadir vaqtincha ustozda, shu постоянно ustoz bo'lish kerakmi degan. Kerak. Qarang, ustoz oldin qidirish kerak. Nimaga topmayapsiz? Qidirmayapsiz. Bug'doy masalasi. Qidiring, ustozlar bor. Hayotiy ustoz mana shuncha oldin turibdi. Xohlagansiz tanlang. Rahmat. Professionalni bilmadim, lekin sizlarda bor bo'lish kerak. Ustoz tanlashga sal odam injiqroq bo'lish kerak. Har taraflama jiniz suyish kerak-da.